ishlaydigan strategiyalardan birini ko'rib chiqamiz. Hozirgi vaqtda bozorni noodatiy harakatlarini yuqori darajada volatilnost, likvidnessli bo'lish mumkinligini inobatga olib, HowUSD aktivini kichkinaroq time frame ga qo'yamiz. Fokusni jamlash uchun klassikani esdan chiqarmasdan Mamutga shunday trend liniyani tortib qo'yib, birga tahlil qilishni boshlaymiz. Hozirgi paytda bozordan foydalana olishingiz kerak, qochishingiz kerak. Uzoq muddatga ushamanglar. Iloji boricha shu scalping yoki maksimum day trade qilib ham savdo qilsangiz bo'ladi. Chunki hozir faqat tex analizi ko'rib chiqsa, fundamental analizlar ham bor. O'shalarni ham inobatga olinglar. TradingView tomonidan bizga bepulga mamlaqa instrumentlar taqdim etilgan, shulardan foydalanamiz. Xo'p, oldin videolar olganman. Profil объема в заданном диапазоне bizga kerak va profil объема с привязкой. Bular prinsipi bir xil funksiyani bajaradi. Bularni vertikal объемlari ham bor, lekin ishlash sistemasi bularniki bir xil. Xo'p, bosganimizdan keyin farqi yo'q. Pastdan tepaga, tepadan pastga, главный hozir mana bu yerda narx yuribdimi? Mana shu diapazonni ushlashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun pastdan bunday tepaga olib chiqdim. Xo'p, bu yerda nimani ko'ryapmiz? Mana bu yerda mana chiqib turgan joylar deylik, oddiy qilib aytganda, bu protargovka deyiladi. Объем kirgan, pul kirgan, narxi razvorot qilgan, qilib ko'p narsa bo'lgan. Shu joy bizga kerak. Kattaroq time frame ga qo'yib ham ko'rishingiz mumkin. Misol uchun 1 soatlikda mana mamlaqasi ham bor buni, profil объема с привязкой. Mana bir xil joyi ko'rsatadi. Bu yerda endi zona kattalashib ketdi. Mana ko'rasizlarmi, chiqib turgan joy buni как zona deylik. Shu joydan narx razvorot qilish ehtimoli juda ham yuqori darajaga boradi. Yoki da to'xtab qolish, qilib kurash ketishi mumkin. Buni nima deygan, sabablari ko'p. Tak. Endi kichkinaroq time frame ga qo'yamiz. 15 minutlik mana narx hozir atkat berayotgan ekan. Bu birinchi sabab. Ikkinchisi, bizga Fibonacci kerak. Oddiy korreksiya Fibonacci. Agar tarixni ko'rib chiqadigan bo'lsa, Fibonacci ishlatishni bilamiz. Bu haqida ham video olganman. Mana atkatni tortamiz bunda. Narx qayerda to'xtashini ko'ryapsizlar. Qayerdan to'xtagan, qayerdan mana razvorot qilgan, hammasi shu 618, 05 yoki 786 ga taqalib kelyapti. Eng sodda ishlaydigan yo'lini ko'radigan bo'lsa, mana bu yerda ham oladigan bo'lsa, xuddi shu mana 618 to'xtagan, hozir pastga qarab atkat beryapti. Yuqori ehtimol bilan shu ham mana masjidlardan mamlaqa turib tepaga qarab ketadi. Hozir narx sekin qisqa time frame ga bo'lsa ham bay tomonga qarab harakatlanyapti. Endi keyingi haftada ham bo'lishi mumkin. Xo'p, yaxshi. Demak, bu yerda misol uchun razvorot qildi deylik. Dalshi nima? Keyin nima? Keyin yana atkat beradigan bo'lsa, mana qayerda to'xtashini bilyapmiz. Balki Mamutga chiqar ekan. Mana shundan atkat beradigan bo'lsa, dalshi keyingi Fibonacci'ni tortasizlar, shuna qilib qayerda to'xtashini ko'rib olarasizlar. Endi объемni olamiz. Mana boydagi buni tortib ko'ramiz. Bo'yichasiga. Xo'p, ko'ramiz, asosiy hozir eng yaqin kelayotgan kuchli protargovka joy mana shu 47.10, 47.18 mana shu joylar. Endi Fibonacci'ni ko'rib chiqadigan bo'lsa, mana bu oxirgi atkatini belgilab tortib, marhamat. Bu ham почти xuddi shu joyga ko'rsatyapti. Kamida bu yerdan reaksiyani ushlab olishingiz mumkin bo'ladi. Qisqa muddatga bo'lsa ham savdo qilsangiz bo'ladi. Mana 786 dan boshlab 05, 618 larni plus minus tortamiz mana. Zonamiz kichkina emas, lekin katta ham bo'lib ketmadi. O'shaning uchun bitimga kirish uchun bu yoqdan bo'lib bitimlar ochasiz. Masalan 01, 001, 001 lot bittada kirib yormanglar. Shuna qilib mayda-mayda qilib xolasizlar limit tahlili, xolasizlar kimdir boshqacha strategiyalarni olib ishlasa, sham yopilishimi o'zingizlar qarab turib bitimga kirib o'veringlar. Mana shunaqa ssenariyni kutyapman. Dal shu bozor yopiladi endi keyingi haftadan hech kim bilmaydi qanaqa ochilishini. Mabodo mashina ham yorib tepaga chiqadigan bo'lsa, mana mashlarda to'xtatadigan nimadir bormi ekan? Kelinglar shuni 1 soatlik time frame da ko'rib chiqamiz bunda. Объемni tortib. Tak, fakat chiqmadi. Chunki bu объемlarni tez-tez o'chirib, tozalab, boshdan yengilab tortib turish kerak. Bozor o'zgaruvchan, narxlar ham o'zgarib turadi. Tak, mammasini tortib ko'ramiz. Sal teparoqni ko'rsatyapti. Yuqori ehtimoli bilan bu yerda ham yorib o'tadi, lekin men bu yerda mana точный qaytaruvchi
bir zona bor deylik. Hozircha mana shu ko'rinib turibdi. 47 95 48 00. Mana shu diapazonlarda mana shuga qarab harakat qilyapti desa ham bo'ladi bozor. Chunki bu yoqda уже как бы разворотный sababli bo'lgan bu yoqda. Eng bayga kirib olish, risk qilib kirib olish zonasi aynan shu bo'lib chiqyapti hozir как раз-таки shuni analiz qilmoqmiz mana shu yerdan kirib olishga ulgursanglar riskga amal qilib turib, chunki sliv qilish imkoniyati yuqori darajada. Stop losslarni даже men bu minimum soyani orqasiga qo'ysanglar ham bundoq qilib turib, bundoq chiqib ketishi ham mumkin. Hozir bozor shunaqa holatga kelib qolgan. Stop loss bilan обязательно ishlash kerak. 2-3 marta stop loss ursa uraversin, lekin stop lossni katta qilib yormanglar. Xo'p, qisqacha такой strategiya, obzor shu edi. Video yoqqan bo'lsa like, hammaga omad.